Bu kitobni ko'ryapsizmi? Bu Ibn Sino bobomizning kitoblari. 1000 yil oldin shu kitobda muzdek suv haqida yozib ketganlar. Eshitsangiz hayron qolasiz. Ya'ni bu kitobda nima deb yozilgan? Tashqari havo issiq. Bizani tanamiz ham issiq, inson tanasi issiq. Issiq tanaga muzdek suv tushsa, bu tana uchun stress bo'ladi. Oshqozonda issiqlik bo'ladi. Agar siz sovuq suv ichsangiz, oshqozonda qotish jarayoni, ya'ni gastrit hosil bo'ladi. Endi qiziq joyi, issiqda iliq ichimliklar tanani sovutadi. G'alati emasmi? Lekin to'g'ri, issiq choy ichasiz, terlisiz, tana soviydi. Choyxonalarimiz shundan paydo bo'lgan ekan. Bobolarimiz bekorga issiq choy ichmagan ekan. Ko'chadan shoshib kelib, birdan ko'tarib muzdek suv ichish bu sizni keyingi kasalligingizni keltirib chiqaradigan sabablardan bittasi. Endi to'g'risini aytaman. To'g'ri, issiqda hammamiz muzdek suv ichamiz. Lekin men ham odamman, bu narsani juda ham yaxshi tushunaman. Siz bir o'ylab ko'ring, Ibn Sino bobomiz butun dunyoga doktorlikni o'rgatgan. Lekin biz bu kitobni hatto ochib ham ko'rmaymiz. G'arb davlatlaridan turli xil reklamalar kelsa, darrov ochib ko'ramiz. Agar turli xil ichimliklar kelsa, albatta tatib ko'ramiz. Bobomiz aytsa kulamiz. Aytingchi, to'g'rimi shu?